Men taqdirning buyrug'i bilan 25 yil Qoraqalpog'iston elini boshqardim. 26 odamga intervyu berdim. Hamma azamatli xizmat qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasini gullangan respublikaga aylantiruvga azamatlarning 26'sına intervyu verdim. Bugün bu 27. intervyu. Yerli xalqqa istiqlal, yerga xalqqa xizmat qilib, yerning tamog'ini to'ydirib, turmushini yaxshilab, bu insoniyatning eng yuqori toshqisi. Odamga ishlatib yuqori. Qancha söyleyin? 2 soat söyleyeyim mümkün. Kinoda vermesem, ularda gösterip qoladi. Telefilm ko'ruvchi do'stlar. Men Qalbek Kamalov tarbiyalik yo'llanmasi bilan 99 yoshga bitkazib, 100 yoshga ismimni qadam tashladim. Ko'p jasadim. Ko'p voqealarning guvohi bo'ldim. So'larning hammasi mening yuragimda, mening miyamda saqlanib keldi. Biz Qoraqalpoq xalqining prezidentimiz. Qoraqalpoq xalqi azaldan do'lagan xalqlardan biri. Bizim ata-bobolarimiz Shig'isda yashagan Türklerden, Mongollardan, Xitoylardan, so'lardan kelib chiqqan xalqmiz. U yoq qattiq sovuq, yomg'ir, yashash shariati juda qiyin. Qiyinchilikdan chiqib, issiq joylarga kelaman deb, Sirdaryoning bo'yiga ko'chib kelgan. Ular Shig'iston, Batıdan Miytonlar kelgan. Miyton degan xalq, Miyton degan mamlakat bo'lgan. Bizning eramizdan, burungi eradan 16-asrda Miyton degan podsholar bo'lgan. Yerli hayda, yer hayda, jayiq hayda, jayiq hayda, shiranaya so'rliga tikilib yo'q hayda degan xosni aytadi. Sonra aytib 1730 yillarda Qoraqalpoqlar qaytib kelib Sirdaryoning bo'yida yashaydi. Sirdaryoning bo'yida yashaganda Qoraqalpoqlarga qozoqlar, qalmoqlar ko'p nafadani qiladi. Mollarini tatib oladi. So'ng norozilikdan Qoraqalpoqlar Rossiya imperiyasining sostavida kiramiz deb posol yuborib, Peterburgga Mamambo'yda posol yuboradi. Rossiya Qoraqalpoqlarning to'liq Rossiyaning fuqarosi bo'lamiz degan tilagini qabul qilib, Go'starstv Dumada bekitib, ulkan guvohlik beradi. Shu guvohlikni olib kelganda ham Qoraqalpoqlar nafadani qilib, Qoraqalpoqlarni Sirdaryoning bo'yidan qo'shib, Quvondaryo, Yangidaryoning bo'yina isirib soladi. Quvondaryo, Yangidaryo bo'yida o't yo'q, mollarni saqlovga mumkin emas. So'ra etib Qoraqalpoqlar 3 tarafga ko'chib ketadi. Bir joyga Toshkentga, Samarqandga, Qashqadaryo, Sirdaryoga, ikkinchi to'poli Qozog'istonga, undan keyin eng tekari Qoraqalpoqlar Atajurtda Amudaryoning bo'yina keluvga harakat qiladi. So'ra etib Jinjov bobomizning Posqar yer degan poemasida Qoraqalpoqlar ash bo'lib, yalang'och bo'lib, qum ustida ya yerga noni yo'q, ya ovqati yo'q, ya suvi yo'q. Juda qiyinchilikda bo'lib Aral dengizining bo'yiga keladi. Aral dengizining bo'yiga kelib baliq bilan shug'ullanadi. So'ra etib Qoraqalpoq xalqi bo'linib, ko'shib, qo'nib, o'z Qozog'iston azayib qolgan xalqlar qatoriga kiradi. 1883 yili 1873 yili Kaufman 1868 yili o'sha Aziyani bosib oladi. Qarazim yeri o'zlariga samostoyatli bo'lib qoladi. Men 5 yoshimda onam dunyodan o'tdi. Mening yosh vaqtim vatandarlik urush davrida o'tdi. Qoraqalpoq xalqining ash bo'luvi, yosh vaqtda onamning qaytib bo'luvi, xalqimning yalang'och bo'luvi, mening tezlik yer yetuvimga, tezlik ahil jinovimga meni olib keldi.
Men 9-klassda bitirgenden keyin avuldağı to'liq emas o'rta maktabda muallim bo'lib ishladim. 2 yil, 2,5 yil. Keyin 45-yili institutga kirib, Nukusga qo'shib keldi institut. Nukusga kelib, Uchiteskiy institutda bitirdim. Komsomol komitetining sekretari bo'ldim. Komsomol komitetining sekretari bo'lib, bu vaqtda obkom komsomolga plenum a'zosi bo'ldim. Sonra men stipendiya aldım. Yaxshi o'qidim hamma sabaqlardan. Keyin sirtdan o'qib, institutda Arishda diplom bilan bitirdim. Sonra mening yosh vaqtimdagi qalbim yosh vaqtdan boshlab qiyinchilikni ko'rib, xalqimning yalang'och bo'lib yashagan vaqtlarning hammasi mening yuragimning to'rida saqlanib, endi o'sha xalqda qalay aytganda to'q qilamiz, qalay o'sha xalqda boshqa xalqlarday turoqli yerga ovqati bor, yashagan joyi bor, xalq qilamiz degan masala mening oldimda turdi. Taqdirning shusi bo'yicha men 25 yil Qorabog'da boshladim. 25 yil. Men 25 yil boshqarib, o'zimni o'ylaganim yo'q. O'zini o'ylagan odam ishkanda bo'ladi. Men shu xalqimning, yelimning qalay etib tamog'ini to'ydiraman, qalay etib Qoraqalpog'iston yerining rizqonga yerga aylantiraman degan masala mening oldimda turdi. Ko'p o'yladim. Tunda uxlamay, tundagi uyquni 4 bo'lib, tundan o'ylab, telpagimdan o'ylashib, qana ne qilishim kerak, neden boshlam kerak? Qoraqalpog'iston xalqi aç xalq, yalang'och xalq, xalqning madaniyatini, adabiyatini ko'tarib, shu xalqni qatoriga qo'shib, shu xalqni rivojlangan xalqlarning yerlarning darajasini ko'tarib masalasi mening oldimda shumaq bo'lib turdi. Sonra men o'zbek xalqining asosan sharaflashishning jadama natijasida men yalang'och xalqning 25 yil ichida to'q so'zlaydigan qurilish mamlakatlarning darajasini ko'tardim. Taxiyatash Gresini qurdim, taxiyatash praktikasini qurdim. Hamma yerga asfalt yo'l apardim. Qoraqalpog'istonda 335 ming kilometr asfalt yo'l har ovulga. Hamma yerga elektrifikatsiya. O'zbekistonda gazifikatsiya 40% bo'lganda men 98% xalqni gaz istadim. Sonra universitet açtım, tiyatro kurdum. Sonra Qoraqalpaq xalqının edebiyatın, medeniyetin yukarı ko'tarib, şu xalq aşmasa, men aşman, şu xalq men to'qmasa men to'qman, şu xalqning prezidentiman, şu xalqning obro'yi uchun, şu xalqning kelishagi uchun, xalqning yuqori turmush darajasida yashashi uchun xizmat qilib degan vazifani oldimga qo'yib, shu vazifani inovat amalga oshirdim. Qoraqalpaq xalqi dehqonchilik bilan shug'ullanmagan. Qulun degan babamiz bor, Qulun. Qulun degan Abdurag'aning ayni Qandekli urug'dan. Ular жаңағы Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida yashagan. Basuv degan. Basuv deganning ma'nosi o yillari har minutda Amudaryodan yozda 12 million kilometr suv oqqan. Erkindaryo degan ulkan daryo bo'lgan. Erkindaryo, biroq biykda bo'lgan. Yozda Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida ulkan ko'llarni suvlantirib 2 metr, 3 metr suv basıp, buzda suv tortib baharda tapqa qilgan. Qulun degan babamiz juda aqlli, dana odam bo'lgan. Birinchi Qoraqalpog'istonda egiz yeguzni amalga oshirgan. Aldimadan qovun ekkan, qovoq ekkan, yashil piyoz ekkan, keyin jo'ra, tara, biyday egib xalqni boyitgan. Yaxshidan yaxshi tuvat degan gap bor.